Assalomu alaykum. Cherry Ademaster Sampini qadrli YouTube obunachilari. Bugun sizlar bilan ko'radigan mashinamiz Cherry Tiggo 8 Pro Max modeli. Avtomobilimiz 2 turbina bo'ladi va 245 ta ot kuchiga ega va palna prividni hisoblanadi, ya'ni 4 ta ballon tortadi. Avtomobilimizda 6 ta rejim mavjud, ya'ni qorda, yomg'irda, to'rga to'r, eco, normal, sport rejimlari mavjud. Avtomobilimiz to'liq 360 kamera bilan qoplangan. Mashinamizda palsu держание, покидание полосы hamma funksiyalari mavjud. Avtomobilimizda ko'rishingiz mumkin, faralari уже LED optika. Уже ko'rishingiz mumkin, logotiplari ham yonadigan bo'ladi kechqurun yurganingizda. Avtotormozlari, hamma narsalari mavjud. Avtomobilimizda 19 yumshoq всесезонный ballon bilan qoplangan bo'ladi. Keling akam. Ko'rishingiz mumkin 360 kamera, бесключевой доступda bo'ladi avtomobilimiz. Va keling, salon qismini ko'rishingiz mumkin. Chokko rangda, bu ya'ni 25 restyling varianti. Passajir tomon sidenyamizda massaj, atamanka hamma narsa mavjud. Avtomobilimizda abduf, abagrev mavjud. Va ko'rishingiz mumkin, avtomobilda lobovoy rul, oldi, orqa va 3-qator sidenyalar va ikkita bokoylaringizda va rulingizda abagrev mavjud. Avtomobilimiz orqa qatorlari ham o'sha ancha keng bo'ladi. Orqa qator uchun дополнительный deflektorlar va USB kabel, Type-C kabellari bilan. Avtomobilimizni orqa faralariga e'tibor berishingiz mumkin, o'sha yangi dizaynda stop faralari ham spoilerlar zavodskoy bo'ladi. Avtomobilimizda bagaji knopka orqali ochiladi va pult bilan kelganda ham distansionni ochsanglar bo'ladi. Orqa qator 3-qatorimiz 7 o'rindiqli hisoblanadi bu avtomobilimiz. Bu 3-qatorini siz bagaj qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Bagaj qilib ishlatsanglar bo'ladi va 3-qatorda qo'yilgan novinka narsalarimizdan bu deflektorlar va konditsioner upravleniyasi. 3-qatorda ham o'sha 3-qatorgi odamga ham o'sha issiq yoki sovuq havo haydash funksiyasi mavjud mashinada. Mashinamizda bagaj elektronniy yopiladi va bunda sensorlar mavjud, что oldiga odam kelib qolsa, bu qisib qolmaydi. Avtomobilimizda chokko rang dizaynda bo'ladi. Saloni bu 25, buning 3 ta pozitsiyasi mavjud. Luxury, Premium va Pro Max modeli. Luxury pozitsiyalari ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi avtomobilimizning. Va ko'rishingiz mumkin, бесключевой доступ. Pult bilan oldiga kelganingizda отпечатка orqali mashinaning eshiklarini ochishingiz mumkin. Avtomobilimizda displey va monitor yangi dizaynda premium klassda qilingan head-up displey mavjud. Rul orqali o'sha monitor va displeyni boshqarsanglar bo'ladi. Avtomobilimiz 10 ta dinamika va bitta subwoofer bilan jihozlangan. Bu ya'ni ancha qulaylik keltirib chiqaradi odamlar uchun. Avtomobilimizning barida ko'rishingiz mumkin, o'sha konditsioneri bor, ya'ni narsa solib qo'ysangiz muzlatib turadi. Bu yerda беспроводной зарядка, ikkita podstakanchik uchun joy, USB kabel va Type-C kabel. Avtomobilimizga Android Auto va Apple CarPlay orqali telefoningizni ulab olsangiz bo'ladi va avtomobilimizda голосовой управленияsi mavjud. Ya'ni bitta og'iz gap bilan avtomobilni boshqarsanglar bo'ladi, ya'ni funksiyalarini. Rulimizni ko'rishingiz mumkin, необычный dizaynda qilingan, tiylar tekis qilib, bu ya'ni ushlash uchun ancha qulay hisoblanadi. Mashinamizda yana bunda video registrator mavjud, ya'ni fleshka orqali qo'yib olsanglar, video registrator qilib ketaveradi va panorama lyuk. Hozirgi kunda panorama lyuk ancha ommalashgan narsa hisoblanadi, ya'ni yosh bolalar uchun juda qiziq narsa hisoblanadi. Avtomobilimizning tan narxi hozirgi kunda 480 million 900 ming so'm tashkil qiladi. Avtomobilni sizlar 25% boshlang'ich to'lov bilan 4 yil muddatgacha avtolizing yoki 15% boshlang'ich to'lov bilan 5 yilgacha avtokredit yoki 30% boshlang'ich to'lov bilan 36 oygacha muddatli to'lovga bo'lib berishga olsanglar bo'ladi. Avtomobilimizdan hozirgi kunda 25 million foydasiga hamda propan bonus bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Avtosalonimizga kelib, xohlagan shu modellaringlarni test drive qilsanglar bo'ladi. Test drive qilish uchun bitta pasport va o'zingizlar bilan pravilarni olsanglar, soat 9 dan 6 gacha kelib, xohlagan avtomobilinglarni test drive qilib ko'rsanglar bo'ladi. Avtosalonimizga kelib, ya'ni qulayliklardan aytib o'tadigan bo'lsak, trading xizmati mavjud. Tradingga xohlagan mashinangizni olib kelsangiz, biz uni baholab, o'z o'rniga sizga yangi mashinani chiqarib beramiz. Manzilimizdan aytib o'tadigan bo'lsak, Toshkent shahar Yunusobod tumani Gullola ko'chasida joylashgan Sampi Balnitsaning ro'parasida yoki Gvardiyskiydan Selxoz chorrahaga kelaverishingizda o'ng qo'lingizda keladi. Hammanglarni kutib qolamiz. Telefon qilinglar, hammanglarni kutamiz.